Xo'p, davom etyapmiz. Endi o'sha jadvaldagi ma'lumotlarni blade faylda hosil qilib olishimiz kerak. Xo'p, bizda u qani? Mana shu joyda turibdi. Biz uni jadval holatida bu yerga yo'naltirishimiz kerak. Jadval holatida hosil qilish uchun nima qilish kerak? Xo'p, mana shular tursin, tursin. Xo'p, bizga uni avval HTML da jadvalni tuzib olamiz. Mana table bilan jadval kerak. Xo'p, jadval ikkita narsadan iborat bo'ladi. Height dan, jadvalni yuqori qismidan va jadvalni body, ya'ni jadvalni tana qismidan iborat bo'ladi. Mana biz uni ikki qismga bo'lib oldik. Yuqori qismida nimalar bo'ladi desak, yuqori qismida table headerlar bo'ladi. Agar table header hali ham ishlayotgan bo'lsa, hop, table headerlarda nimalar bor? Bizda ID bormi? ID manzili bor. Hop, yana nimalar bor? Undan keyin o'sha narsalarni chiqarib ketamiz. Hop, birinchisi ID bor, undan keyin yo'nalish nomi bor. Yo'nalishni, hop, nomi keyingisi ekan, nomi keyingisi birinchi shifri bor. Hop, nomi shifr, boshqa hech narsa yo'q. Yana bizga nimalar kerak bo'ladi deydigan bo'lsak, hosil qilish uchun alohida tugmadan foydalaniladi, lekin uni tahrirlash va o'chirish uchun mana shu yerdagi narsalar kerak bo'ladi. Demak, bizda ID, shifr, nomi, tahrirlash va o'chirish bor. Xuddi shu narsani endi pastki tomonda table date, table headerdan tashqari table date'da gavdalantirib berishimiz kerak. Shu yerda ma'lumotlarni chiqarib berishimiz kerak. Avval jadval u yerda chiqyaptimi, yo'qmi bilib olaylik. Demak, bu ID maydoni bor bizda. Hop, endi xo'sh, nimalar bor yana? Hop, bizda shifr, nomi, tahrirlash, o'chirishlar bor. Muammo yo'q. Demak, bizda shifri bor, hop, nomi bor, tahrirlash bor, T deb beraman. Hop, undan keyin o'chirish bor, O deb beraman. Mana shu narsalar hozir bizda mana bu yerda jadval holatida chiqib berishi kerak. Mana chiqib berdi. Faqat bu yerda border bo'lmaganligi sababli bu o'zini ko'rsatmayapti. Endi odatda borderlar klasslar yordamida, ya'ni CSS yordamida berish kerak. Ustiga chizib yuborsa kerak. Border desam, hozircha chizmadi. Misol uchun 4 mana ustiga chizib tashladi. Bunday qilma deb. Mana bizda bor. Endi biz mana shu jadvalni ostiga o'sha ma'lumotlarni chiqarib berishimiz kerak. Bu bizga yo'nalishlar degan narsada u yerga uzatib beryapti. Hop, PHPda u ma'lumotlarni bu yerda gavdalantira olish uchun for each dan foydalanish maqsadga muvofiq. Agar kimdadir for eachni bilmaydigan bo'lsa, yana bir marta mana shu joyni o'zida qaytarib olish tavsiya etiladi. Mana shu joyda mana for each mana shunday keladi. Agar bitta massiv bo'ladigan bo'lsa, u massivning elementlarini bitta uzatib berish kerak. Bizda bu muammo boshqacharoq. Nimaga? Chunki bizda mana shu joyda alohida bo'lishi kerak u narsa va uni ostida u tugashi kerak. Ya'ni bitta joyda mana bunday qilib yoza olmaymiz. Unda nima qilamiz? Unda oddiy shpagalkamiz bor, foydalanamiz. Mana shunday qilib foydalanamiz. Ularni terga solmagan ekanman. Men mana shu yerda ozgina xato qilib qo'ydim. Uni satr deb qo'yishim kerak. Ular alohida satr-ku. Hop, ularni satr deb qo'ysam, chunki men ko'p satrdan foydalanaman. Agar bitta satr bo'ladigan bo'lsa bu kerak emas. Ko'p satr bo'ladigan bo'lsa, albatta table rows deydi. Terdan foydalanish kerak. Mana shuni blockupda tab qo'yib qo'yaman. Xo'p. Mana shu har birini satr holatida chiqarish uchun men mana shunaqa for each dan foydalanaman. Faqat bizda mana shu joyda u yerdan kelayotgan narsa nima? Yo'nalishlar. Hop, bizga bu yoqqa qo'yib kelish kerak bo'lgan narsa nima? Bitta yo'nalish. Buni mana bu blokka qo'ygan narsani istalgan nom bilan nomlab olishingiz mumkin. Lekin mana bu yerda kelayotgan narsani bu yerga nimada uzatilayotgan bo'lsa, mana bu apostrof ichida aynan blokka qo'ygan joyim
bundan ma'lumotni olib bu olib ketyapti. Yo'nalishlar degan narsa olib ketdi. Bu yerga yetib keldi. Bitta yo'nalish bunga keldi. Endi mana bularga biz yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib? Mana bunday qilib yozib chiqishimiz kerak. Laravel'ning kodlari HTMLning ichida ikkita figurali qaus bilan ishlaydi. Mana shu joyga misol uchun bitta yo'nalish nom emas, bizga birinchi nima chiqish kerak? ID chiqish kerak. Mana IDsi. Endi shuni bittadan ko'chirib uchalasiga qo'yib qo'yaman. Shifr deb nomlangan, nomi deb nomlangan. Shunaqami? Agar mana shular esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, darrov jadvalga qaytib, mana shu yerda nima deb nomlanganligini albatta bilib olishingiz kerak. Mana shifr keldi, bu yerga shifrdan keyin nomi bor. Endi mana bular oddiy tugmacha bo'lib berish kerak bizga. Buni HTMLda qilib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun button, bu juftdek bilasizlar. Bu yerga yozib qo'yishimiz kerak. Bu qanaqa tugma? Bu tahrirlash uchun tugmacha. Tahrirlash uchun tugmacha yozilyapti bu yerga. Xuddi shuni keyingi holatda o'chirish uchun yozib qo'yishim kerak. Bularni keyinchalik o'zgartiramiz, lekin hozir sizlar ko'rishinglar uchun shunday holatda bo'lishi tavsiya etiladi. Endi men for each'ni yopmadim. For each'ni terdan keyin mana shu joyga yopib qo'yishim kerak. Agar uni yopish uchun mana shu yerda and for each deyiladi. Kuchukcha bilan yoziladi. Juda agar PHP'ni o'zi bo'lsa ikki nuqtalar bilan qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz Laravel'da bo'lganligim sababli bu yerda PHP'ni asosiy operatorlarini kuchukcha bilan berish imkoniyatlari biz uchun mavjud. Hozir ishga tushiradigan bo'lsak, mana tayyor holatda barcha narsalarni shu yerda gavdalantirib berdi. Bizda hali tahrirlash, o'chirish degan narsalar ishlamaydi, lekin hozirgi holatda bularni ishlab turganligini ko'rishingiz mumkin. Endi mana bu narsa shart emas. Bizda bu bor, mana hamma narsa bor. Bu videoda demak o'sha modelda jadval yaratib bo'lingandan keyin bu jadval demak model orqali ulanib olganidan keyin uni kontroller orqali modelni berib, ma'lumotlarni olib, return orqali yo'nalishlar yuborilganidan keyin indeksda qanday qilib for each bilan gavdalantirish kerak degan masala shu yerni o'zida qo'yilganligini bir qator ko'rib olgan bo'ldik. Rahmat hozircha.